Diqqat, aholiga tezkor xabar. Rasmiy daromadga ega bo'lmaganlar uchun aliment hisob-kitob miqdori oshdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun aliment hisob-kitob miqdori oshdi. Bu respublikada o'rtacha oylik ish haqqi ko'tarilganligi bilan bog'liq. Joriy yil 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda o'rtacha oylik ish haqqi 6,82 million so'mni tashkil etdi. O'tgan yil moz davrida bu ko'rsatkich 5,810 ming so'm edi. Shunday qilib, o'rtacha ish haqqi bir yilda 17,4% ga o'sgan. Norasmiy daromad topuvchilar uchun aliment miqdori aynan o'rtacha ish haqqidan kelib chiqib hisoblanadi. Endilikda rasmiy daromadga ega bo'lmaganlar quyidagicha aliment to'laydi. Bir bola uchun 1,7 million so'm, avval 1,4 million so'm edi. 2 farzand uchun 2,3 million so'm, avval 1,9 million so'm edi. 3 va undan ortiq bolalar uchun 3,4 million so'm, avval 2,9 million so'm bo'lgan. Fevral oyida O'zbekistonda 350 ming nafardan ortiq aliment to'lovchi borligi, ularning 61% rasmiy ish joyiga ega emasligi ma'lum qilingandi. Ma'lumot uchun, Oila kodeksida rasmiy daromadga ega fuqarolar, norasmiy ishlovchilar ham alimentni o'z oylik maoshidan kelib chiqib to'lashi belgilangan. Bunda bir bola uchun ish haqqining 4dan 1 qismi, 2 farzand uchun 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq bola uchun yarmi undiriladi. O'z navbatida sud tomonlarini moddiy va oilaviy ahvolidan kelib chiqib, aliment miqdorini kamaytirish yoki oshirish ham mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.